Nичего себе. Buyoqda ekan o'zlari. Uх ты. Ochamiz. O'rtoqlar, qadrdagi ekin maydonlariga keldik. Kartoshkalarni ko'rishga uх ты. Bitta ko'rdilar, kusti oldi hozir. Navbayda. Flamingo. Hozir qazimadi shunchaki ochdik. Yaqinroqdan ko'rsatilgan kelganini qarang. Abrog'ni bilmoqchi bo'lsanglar mana yonlarda turibdi. Hozir bitta qarang. Bitta qala. Eski ularga bor ekan, targ'ading bor ekan. To'la bu hammasi emas ekan. Toshmaylar halol bo'lsa hammasi. Mana bor bo'lsa, mana chiqyapti, hammasi bor. Xo'sh. Bu menimcha işte tugagan shekilli. Demak, mana shu yerga qo'yamiz. Mana endi katta kichigini hammasini borni qilyapmiz hozir. Yonboshlarida ham bor ekan, o'rtoqlar. Mana oltin qoziqda bu lapatkani o'zi. Uni tagida yo'qmi? Lapatka ham kartoshkaga qo'shib ketib qolmasin. Xullas mana o'rtoqlar. O'zingizlar hisob-kitobni chiqarib olaverasizlar. Kattalari ham bor. O'rtacha va kichkinalari ham bor. Bilasizlar, Agrover bir necha 10 yilliklardan beri xorijdan navlarni olib kelib, o'zimizda mahallashtirib, o'sha iste'molchilarga yetib boradigan kartoshkani narxini, tannarxini arzonlashtirish bilan shug'ullanadigan korxona. Bugun biz keldik. Valida bugun bizga yangi navlar haqida ma'lumot beradi. Xudo xolasa, hozir oqlari ham bormi yoqda? Ha, oq ham bor. Hozir oqini ham bitta ko'ramiz, keyin sizlarga Doda xo'ja ma'lumot bo'ladi. O'tkazib bormaysizlar. Qani ketdik.